Fokusing faqat o'zingda bo'lsin. Siz ham qadriga yetmaysiz-ku. 6 oy tekinga ishlab berganman. Qo'rquv bu men do'pposlik chiqarib bera olmaymanmi degan narsa bo'ladi. To'g'risini aytaman, biz hozir boshqa video olishimiz kerak edi, lekin meni telefonimga SMS kelib qoldi va shu SMS mana shu videoni olishga majbur qildi. Hozirgi paytda juda ham ko'p massaj sohasidagi hamkasblarimiz yoki massajistkalarimiz menga bir xil SMS ko'p etishadi. Meni qo'rquvim bor, xato qilib qo'yganman, qila olmayapman massaj. Shunga o'xshagan SMSlar juda ham ko'p va YouTube formatida shuni chiqarishga qaror qildim. Har bir massajistkaga bu motivatsiya bo'lsin, bir opit bo'lsin, yo'l bo'lsin va to'xtab qolishmasin ishiga degan maqsadda. O'zi aslida birinchi navbatda qo'rquv bor, hayajon bor. Qo'rquv bu men do'pposlik chiqarib bera olmaymanmi degan narsa bo'ladi. Ko'p massajistkalar massaj qilayotgan paytingizda yo texnikangizga ishonmaysiz yoki shu qilgan texnikangizda natija ko'rmagan bo'lasiz va bu keyin kelayotgan odamdan qo'rqasiz. Hozir unga qilib bera olmasam, meni urishib ketmasmikin, pulini qaytarib olmasmikin, meni obro'yimga ta'sir yetkazmasmikin deyiladi. Hayajon bu nima? Massajga borayotgan payt birinchi marta bo'lsa hayajonlanasiz. Bu kasbga endi kirib kelyapsiz, hayajonlanasiz va bu hayajon qachon bosiladi? Do'pposlik qilib berib natija qilib berganingizda bosiladi. Ya'ni baribir hozirgi paytda Instagram rivojlanib ketdi. Hech narsa deya olmayman. Yaxshi o'qituvchilar ham bor, yomon o'qituvchilar ham bor, o'rtacha o'qituvchilar ham bor. Va massaj sohasiga kirib borganingiz sari siz boshqa insonlarni yoki endi massajga kirib boryapti, uje do'pposlik qilayotgan paytingiz shu narsa ham qo'rquvingizni tushiradi. O'shaning uchun doim o'qish kerak. Ro'zg'orimdan orttira olmayapman, undan orttira olmayapman degan bahonalar bo'lish tabiiy. O'smoqchimisiz, topgan daromadingizdan orttirib qo'yishni o'rganing. Hozir topasiz, lekin o'qishga orttirib qo'ymasangiz, ertaga shu pulingiz tugaydi ham, keladigan joyi ham tugaydi. Zamon o'syapti, rivojlanyapti, kasalliklar kundan kunga ko'payib ketyapti. O'shaning uchun doim investitsiya, ya'ni o'zingizga investitsiya kirgizmasangiz to'xtab qolasiz. Misol uchun men shu sohada уже 13-14 yildan beri bo'lgan bo'lsam, juda ham ko'p ustozlarni ko'rganman va to'xtab qolmaganman. Shogirdlarim ham hattoki aytishadi, Nargiz opa, mana bunaqa texnika qilardingiz, уже darsingizni ko'ryapmiz, boshqacha beryapsiz deyishadi. Bir xil o'quvchilari g'ayirrebadagi, bir xil o'quvchilar bizga o'tmagan ekan. Keyinroq o'qsam bo'lar ekan degan noshukrchilik ham bo'ladi. O'ylashmaydiki, voy men ham o'qiy, men ham ishlayy, men ham shunaqa natija oliy deb ular o'ylashga harakat qilishmaydi. Shuning uchun men aytamanki, o'quvchilarimga meni kuzatma deyman. Fokusing faqat o'zingda bo'lsin. Hech kimni kuzatma deyman va qalbingga quloq sol. O'zing to'g'ri deb bilgan ishingni qil. Agar texnikang o'zga o'xshamayaptimi, demak borib o'qi. Nimadir o'xshamayaptimi, xatoing ustida ishlagin. Va ko'pchilik massajistkalar mana shu narsam o'xshamayapti deb menga deb SMS yozib borishadi. Shuni ko'rsatib bering deb. Ya'ni SMS yozishadi, men unga videogacha berishim kerak ekan. Bu yerda pul berish kerak demoqchi emasman, lekin tekin narsani o'zingiz ham qadriga yetmaysiz-ku. Tekin ekan deb olasiz, birovga berib yuborasiz. Tekin ekan deb olasiz, boshqa narsa qilasiz. Qachonki mehnat qadrli bo'ladi, shu narsaga pul to'lab yoki mehnatingiz ko'p sarflasangizgina qadriga yetasiz. Shaxsan menga massaj juda ham qadrli bo'lgan, chunki massaj o'rganayotgan paytim meni pulim bo'lmaganda 6 oy tekinga ishlab berganman. U payt odamlar ham hamma sharoit boshqacha edi. Tekinga ishlab berganman va zo'r o'rganganman va o'sha massajni menga qadr baland. Menga shunchaki SMS yozib qo'yib, ko'rsatib bering deb tekinga so'rashganda men yo'q deyman. Chunki mendan tekinga o'rganasiz, lekin siz odamdan tekinga massaj qilmaysiz. Odamlarga pulga massaj qilasiz, ya'ni daromad olasiz-da. O'shaning uchun undan ko'ra tilingiz qisib bo'lmasligi uchun tinchgina o'qib qo'ying. Xudo xolasa natijangiz zo'r bo'ladi. Siz do'pposlik qilishni boshlasangiz, qo'rquvingiz shunaqa ketadi qizlar. O'xshamayotgan bo'lsa, qayta kelib o'qishdan charchamang. O'qiyotgan paytingizda ham ilmni odobi bo'ladi-da. Ustozga bir xillarga bor, menday o'quvchilar bo'ladi-da, o'tiradi-da. Hammasi zo'r massaj olib chiqadi deb garantiya bermayman men, chunki menda vashiyotni tabletka yo'q. Qizni ichirib qo'yaman, massaj chiqib qo'yaman. Inson harakat qilish kerak bo'ladi. Ba'zi o'quvchilar bor, ayniqsa massajistkalar darsini juda ham e'tibor bilan o'tirishadi. Juda e'tibor bilan o'tirishadi, yaxshilab o'rganishadi va ular meni hurmat qilishadi. Oxirigacha oldimdan ham, orqamdan ham ustozim deydi. Shuning uchun ilm zo'r yuqadi ularga-da. Ba'zilar bor, yuzaki o'rganadi, darsni qaytarmaydi, borib qilmaydi, massaj texnikalarini qaytarmaydi, odam bo'lman, topolmadim deb bahonasi ko'p bo'ladi va shunaqalar tabiiyki o'rgana olmaydi. Shuning uchun massajistkamisiz, sizda qo'rquv bo'lyaptimi? Ajratib oling. Qo'rquvmi, hayajonmi? Qo'rquv demak, ko'pchilikda qo'rquv natija qilib bera olmayotgandan bo'ladi. Va siz mana shunaqa qo'rqib yuraversangiz, qolgan natija qilib bera olmayapsizmi? Qolgan odamlarga nisbatan sizda negativ paydo bo'lish boshlanadi. Odamlarni yomon ko'rib qolish, ya'ni do'pposlik qilayotgan odamlarni shunchaki yomon ko'rib qolishni boshlaysiz. Sizda o'xshayotgan narsa boshqalarga o'xshab qolsa, yomon ko'rib qolasiz. Bu narsa menda ham o'tgan. O'shaning uchun nima qilasiz? Hozirroq o'qishga tushing. O'qiganingizda
qo'rquvlaringiz ketadi. Bitta ustozda emas, har kimda o'qib ko'ring. Kimdandir olasiz, kimdandir yutqazasiz, lekin eng muhimi tajriba olasiz va qalbingizda shunga borib o'qisammikin, boshqa narsa qilsammikin degan narsa qolmaydi. Qo'rquvingizni yengish yo'li bu faqatgina o'qish va yana o'qish. O'qib turib o'qigan texnikani tajriba qilish. Qachonki natijaga chiqa olgan bo'lsangiz, ana o'shanda sizda qo'rquvlar ketish boshlanadi. O'shaning uchun men hurmatli massajistkalar, hamkasblar, sizlarga o'qish tavsiya beraman. Menda o'qinglar demayman. O'zingiz qalbingizga yoqqanida o'qing va bitta odamda o'qib hech narsaga erisha olmaysiz. Ko'p odamda o'qish kerak. Shogirdlarimga aytaman, mendan o'tmoqchimisan deyman. Demak, faqat menda o'qisang hech qachon o'ta olmaysan deyman. Mendan boshqa juda ko'p massajistkalarda o'qib chiqur bemalol. Chet ellikida, bo'tikida va xudo xolasa o'zingga kerakli galochka olasan deb aytaman. Xudo xolasa men ishonaman. Agar shu meni YouTube kanalimga videolarimni podpisatsiya bo'ling, kuzating, kuzatishda davom eting. Yana ham sizlarga foydali videolar chiqarishni boshlaymiz.